Azizlarim, bugun sizlar bilan darmondorga boy mazali bo'rsh taomini tayyorlaymiz. Oldindan go'shtlarimizni qaynatishga qo'yamiz. Qaynab chiqqach, ko'piklardan olib tashlaymiz. Go'shtlarimiz 1-1,5 soat qaynagandan so'ng unga tabga ko'ra tuz va kartoshkalarni ham solib olamiz. Alohida tavamizda ozroq moyda piyoz, sabzi, bolgarskiy, karam va pomidorlarni ham qovurib olamiz. So'ng pishay deb qolgan go'shtlarimizni qozonimizdan olib, yana bo'laklarga bo'lib qozonimizga qayta solib olamiz. Ketidan sabzavotli massamizni ham solib olamiz va taxminan 10-15 minutcha qaynatib olamiz. So'ng qirg'ichni mayda tishdan chiqarilgan lavlagilarimizni ham 15 minutcha davomida qaynatib olamiz. Ovqatimiz pishishiga 5 minut qolganda esa chesnok va zelenlarni ham qo'shib olamiz. Bu esa ovqatimizga yanada mazali ta'm beradi. Qarabsizki, dunyodagi eng mazali, darmondoriga boy, qon ko'paytiruvchi suyuq taomlardan biri ham tayyor bo'ladi. Ovqatimizni smetana yoki qaymoq va zelenlar bilan birgalikda dasturxonga tortamiz. Ta'miga esa umuman gap bo'lishi mumkin emas. Albatta, shu retsept asosida tayyorlab ko'ringlar, aslo afsuslanmaysizlar.